Assalomu alaykum, yana bir bor Oy Ildiz kanaliga xush kelibsiz. Bugun O'zbekiston bo'ylab sayohat qilamiz. Buxoroning eng go'zal tarixiy va makonlarini kashf qilamiz. O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarimiz sizga yaqin degan umiddaman. Tarix, madaniyat va tabiat chorrahasida joylashgan O'zbekistonga xush kelibsiz. Markaziy Osiyoning qoq markazida joylashgan O'zbekiston tashrif buyurish uchun eng qiziqarli davlatlardan biri. Ajoyib manzaralar, tarixiy xazinalar va jonli madaniyatning boy mozaikasini taklif etadi. Ushbu hujjatli filmda biz O'zbekistonning rang-barang go'zalligini ochamiz. Afsonaviy Ipak yo'lidan uning zamonaviy o'zgarishigacha. Keling, sayohatimizni boshlaylik. O'zbekiston tarixi 1000 yil avval Buyuk Ipak yo'lidagi hal qiluvchi markaz sifatida boshlanadi. Sharq va G'arbni bog'lagan qadimgi savdo tarmog'i Samarqand, Buxoro kabi shaharlarga aylandi. Savdo, madaniyat va o'rganish markazlari bo'lib, Sharq-G'arb bilan uyg'unlikda uchrashgan. G'oyalar, tovarlar va falsafalar almashinuvi. Samarqand dunyodagi eng qadimiy shaharlardan biri. Dunyoda O'zbekiston me'moriy yorqinligi ramzi bo'lgan Mahobatli Rajaston maydoni joylashgan. Buxoro ham qadimiy madrasalar va masjidlar otadigan tirik muzeyidir. Oz vaqtida tashrif buyuruvchilar. Hozirgi O'zbekistonga tez olga. Poytaxt Toshkent shahri tez-tez tilga olinadi. Tosh shahri sifatida jonli metropolga aylandi. 2-5 milliondan ortiq aholiga ega. Toshkent mamlakatning yuragi bo'lib, qadimiylik va zamonaviylikni uyg'unlashtirib turadi. Ziravorlar va gilamlar sotiladigan Toshkentning gavjum bozorlari. Shaharning jonli kundalik hayotiga bir ko'rinish berish. Shu bilan birga, shaharning zamonaviy arxitekturasi va gullab-yashnagan san'at sahnasi mamlakatning modernizatsiya va taraqqiyot yo'lidagi qadamlarini ko'rsatadi. O'zbekiston iqtisodiyoti azaldan qishloq xo'jaligiga asoslangan. Paxta mamlakatning asosiy eksport mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Darhaqiqat, O'zbekiston dunyodagi eng yirik paxta yetishtiruvchi davlatlardan biridir. Biroq yillar davomida paxta sanoati inson huquqlari, jumladan majburiy mehnat bilan bog'liq jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Bugungi kunda islohotlar bolalar mehnatini bartaraf etishga qaratilgan sa'y-harakatlar bilan vaziyatni yaxshiladi va sanoatni modernizatsiya qilish. O'zbekiston tarixidagi yana bir fojiali sahifa Orol dengizi tarixidir. Bir paytlar dunyodagi 4-chi eng katta ko'l bo'lgan Orol dengizi butunlay yo'q bo'lib ketgan. Sovet davridagi sug'orish amaliyoti tufayli suvni cholda paxta yetishtirishga yo'naltirdi. Chol O'zbekiston o'zining tabiiy go'zalligi va tarixidan tashqari o'zining ajoyibligi bilan ham mashhur. Oshxona. Qo'y go'shti qo'shilgan mazali guruchli taom palovdan tortib, go'sht bilan to'ldirilgan samsa, sho'r pishiriqlargacha. O'zbekiston taomlari mamlakat madaniy xilma-xilligining haqiqiy aksidir. O'zbekiston ham bayramlar mamlakati. O'zbekiston xalqi o'zining mehmondo'stligi va an'anaviy bayramlarni sevishi bilan mashhur. Eng muhimlaridan biri Navro'z, ya'ni Fors yangi yili bo'lib, shahar va qishloqlar jonlanadi. Musiqa, raqs va ovqat bilan. O'zining boy tarixi va ajoyib landshaftlardan jonli madaniyati va zamonaviy o'sishigacha. O'zbekiston boshqa hech kimga o'xshamaydigan sayohatni taklif etadi. Qadimgi sivilizatsiyalar to'qnash kelgan, zamonaviy madaniyatlar tugilgan bu zamin manzil. O'rganishga arziydi. O'zbekiston bo'ylab qisqa sayohat sizga manzur bo'ldi degan umiddamiz. Ko'proq sayohat sarguzashtlari uchun like, fikr bildirish va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi safargacha kashf qilishda davom eting. Ha do'stlar, qadrli muxlislar, bu videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, Oy Ildiz kanalimizga obuna bo'lishni tavsiya qilaman. Yana ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.